sharoitda yetishtirilgan atirgullar iqlimning issiqligi sabab ildiz poyasi keng tomir otmasdi. Albatta ushbu muammo hosil olishga ta'sir ko'rsatardi. Bu bilan bog'bonlarimiz jahon bozorida iqlim sharoiti yumshoq davlatlar bilan raqobatda ortda qolishardi. Alisher Xo'jamovning mana 9 yildirki butun oilani yoniga olib, ko'chatchilikka ilm bilan yondashuvi ildiz poyasi, tanasi mustahkam, kasallik va issiqlikka chidamli navlar yaratish marrasiga yetkazdi. Tomirni shakllantirishni yo'lga qo'ydik. Bu degani haqiqiy o'zini o'q tomirini kesish jarayonida biz mochkavativ yoki popik tomirga o'zgartirish yutug'iga erishdik. Qatorlarni 76 ga o'tkazish hisobiga Yevropa standartiga erishdik. Yaqin kunlarda yana bir yangilik qilindi. Xudo xolasa bu ham ro'yobga chiqadi. Endi gullarimizni qadoqlash jarayonida qiyinchiliklarimizni yo'qotish maqsadida endi gullarimizni qadoqlashga yordam beradigan kombaynga ham xudo xolasa erishildi. Bu bizni yutug'imiz deb o'ylayman. Chet elda yetakchi navlarini mahalliylashtirib, o'zimizga payvand qilib, quyoshli o'lkalarda, quyoshli dalalarda bularni sinovdan o'tkazib, yana Markaziy Osiyo davlatlariga, asosan SNG davlatlariga eksportni yo'lga qo'yganmiz. Bu yerda Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, qisman Tojikiston va albatta kattaroq ulushi Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri keladi eksportimizga. Biz yoshligimizda bujonimiz bizni juda ham gullarni yaxshi ko'rardi. Ko'p yillab kolxozlarda ishlagan ayol Gloria Day, Moskovskiy o'tiradigan sortlar bo'lardi uyimizning oldida kirandi bo'yida. Biz hamma yoshlar har kuni hidlab haligi yoshlikdan bu atirgulga bo'lgan sevgi shunda paydo bo'lgan. Institutlarga kirdik, o'qishlarni bitirdik, boshqa sohalarda ishlab ko'rdik. Haligi narsa doim nima deydi? Qiziqish doim eslab yurilardi. Asta-sekin institutlarni bitirgandan keyin bu yerga kelib o'zgarishlar boshlandi. Masalan, paxta maydonlarini boshqa sohalarga berishlar, boshqalar. Shunda biz atirgulchilikni rivojlantirsak degan fikrni o'rtaga qo'yib, oilada 7 o'g'il, 2 ta qizimiz, 9 ta farzandlarimiz birgalikda oilaviy biznesga qo'l urganmiz. Dastlab biz yer joy masalasi kamroq bo'lganligi hisobiga haligi tutlarni qatorida o'stirardik. Birinchi marta 35 ming dona eksport qilganmiz. Bu biz uchun juda katta yutuq edi o'sha paytlarda. Keyinchalik mana juda katta rahmat hokimiyatimiz, davlatimiz tomonidan yerlar berilgandan keyin biz endi ochiq yerlarga chiqqandan keyin yana endi o'zimizni kuchimizni ko'rsatishni boshladik. Bugungi kunga kelib 750 ming dona eksport qilyapmiz. Dastlab fevral oyida urug' ekishni boshlaymiz. Shipo Namatayda urug'ini ekamiz. Keyin buni biz o'tlardan o'ziga kiygizib olish uchun juda katta odam kuch kerak bo'ladi. Chunki namatakni o'zini ekib nima qilgani hali bizda texnika ulgurganimiz yo'q. Keyin namatakni o'ziga keltirib olgandan keyin bu yerda namatakni o'tgan yilgi gul ulangan gullarni kesishni boshlaymiz. Ishchi kuchi juda ko'p kerak bo'ladi. Baliqchining yerlari ozgina sho'rroq, lekin atirgulga pH 6 bo'lgani bizga sho'rroq deganimiz o'zbekcha aytganimizda yana ham qo'l keladi. Chunki atirgul qancha yer sho'r bo'lsa, shuncha o'zini haligi qora atirgullarimiz qoraroq, tiniqroqqa olib keladi. Biz imkon qadar eksportni ko'p qilganimiz uchun bugungi kundagi barcha bu yerda o'sib turgan gullarimiz hammasi eksportga bron qilingan. Shuning uchun biz ilojini boricha o'ta haligi mumkin bo'lmagan nimalarni ishlatmaslikka harakat qilamiz. Atirgulda ham hamma o'simliklarga o'xshab shira tushadi. Boshqa narsa, shuning uchun biz shiraga qarshi boshqa qilamiz-u, lekin asalarilarga xalaqit berib qo'ymaslik uchun, ekologik toza bo'lish uchun doim toza ushlab turishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizda haligi boshqacha o'tlar, namatak o'sib turgan, iflos narsa bu yerda yo'q. Endilikda plantatsiyada mahalliy va xorijdan keltirilgan atirgul ko'chatlari 500 xildan oshdi. 80 nafarga yaqin mahalliy aholining bandligi ta'minlangan chamanzor hosili Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida juda xaridorgir mahsulotga aylandi. Navlarni olimlar chatishtirganda qattiq deymizmi haligi o'zbekchasiga o'ta biriktirib olmaganligi bizdagi O'zbekistonda 2 marta 90 kunlik sutkalik biologik kun uzuq bo'lganligi uchun rashipleniya deyishadi ruslarda, bo'linib ketadi ota-ona nimalariga. Shu hisoblariga kuzatib qolamiz, gullarimiz ichida qizil gulimizdan pushtiga aylanib qolgan holatlar ham bo'lib qoladi.
nav yaratgan paytda otasi bilan onasini o'zi izlab qoladi. Masalan, bugungi kundagi ko'rib turgan dalalaringda uzunligi 300 metr, biz 3300 ta yoki 2800 ta oliy navli ko'chat olamiz. Oralig'i agar biz davlatimizda paxta ekishida 90 qo'ygan bo'lganimizda, ko'chat o'zini yoyib yuborish hisobiga keyinchalik biz uni haligi transport, logistika nimasiga qiynalib qolamiz. Ozroq sig'ib qolish hisobiga. Shuning uchun 76 Yevropa nimasiga hamma traktorlarimiz ham, agar ishlov beruvchi nimalarimiz ham 76 ga mo'ljallangan. Kerakli darajada o'stirib boryapmiz. Bugungi kunda 927 ming gul o'stiribdi. Hammasi xudo xolasa birinchi nav chiqishi hammasiga har doim tayyor turibdi. Mehmonlar kelib, haqiqatda shu navlar bir-biriga to'g'ri kelishi, soni, o'zini holati, tozaligi. Chunki karantinni bu mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun bizda hamma tomoni Allohga shukr yaxshi. Muammo yo'q. Yangi navlarimizni biz almashtirib turmasak, har do'rlarni haligi o'ziga jalb qilib qiynashadi. Chunki atirgul bilan bitta biz emas, boshqa odamlar ham shug'ullanadi. Lekin bizning yangiligimiz bu atirgullar boshqa dalalardagi atirguldan farqi tomiri Yevropacha. Sabzi nima emas, sabziga o'xshagan uzun bitta nima emasda bu Yevropa standartida 5 balga to'g'ri keladigan ko'chat tayyorlayapmiz biz hozir. Shuning uchun kelgan mehmon ko'radiki, karantin obyektlar yo'q, kasalliklar yo'qligi bu o'ta katta narsa. Navlar agar bir xil sort o'zi turgan bo'lsa, navi, tomiri hamma tomoni nimasan bo'ladi. Yevro standart mahsulot yetkazganligimiz uchun eksport qilishda qiyinchilik yo'q. Viloyat hokimimizni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, eksportni rivojlantirish masalalari bo'lganda yakka suhbat tarkibida har bir eksportyor bilan birma-bir gaplashib chiqqanda shu yo'para kelganmiz. O'zimni muammolarimni aytganman, tushunib tahlil qilib turib menga motivatsiya berganki, shuni seni ochiq maydonga qo'ysak, eksportni kuchaytira olasanmi? Shuncha odamni ish bilan ta'minlab, eksportga ko'rsatkichlarni ko'tara olasanmi degan savol berilgan. Men va'da berganman, o'sha yili va'damning ustidan chiqdim. O'shandan buyon o'sha motivatsiya bilan kelyapmiz. Agrofirmamizda 70-80 dan ziyod odam muntazam ishlab keladi. Bundan 20 nafar yoshlarimiz tashkil qiladi. Bularning o'zini g'oyalari, o'zini texnologiyalari, o'zini qandaydir oldinga suradigan bir proyektlari bor. Biz ularni albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir shu proyektlarni rivojlantirish uchun asta-asta zamin yaratib bormoqdamiz. Biz atirgul seleksiyalarini har yili 30, 40, 50 xil atirgullarni qayta almashtiramiz navlarini. Sovuqqa chidamli bo'lgan Sabacha Kanina nomli namatak bo'ladi. O'sha namatakka biz mana shu maydonimizdagi atirgullarimizni payvandlaymiz. Mahalliylashtirgan holatda payvandlab yetishtiramiz, ildizlarni popuk tomir qilamiz va mahsulotimiz 2-yilga tayyor bo'ladi. Kuzga o'simliklar vegetativ uyquga ketgan mahalda buni yig'ishtirib eksport qilishni boshlanadi bizda. Xonadona va tutqator oralarda atirgul yetishtirib yurgan oila davlat qo'llab yuborishi ortidan bu yilga kelib eksport hajmini 550 ming dollarga yetkazdi. ...2015 yilda Chinobod Nurli Zamin agrofirmasini tashkil etish bo'yicha rejalashtirilib, viloyat hokimimiz boshchiligida dastlab 10 gektar yer ajratib berilgan. Shu yerda mahsulotlar chiroyli yetishtirilib, hozirda eksport qilib kelinmoqda. Chinobod Nurli Zamin agrofirmasi 2015 yil tashkil bo'lgan. Dastlab tashkil bo'lganda chet el hamkorlar bilan birgalikda bu yerda turli xildagi atirgul navlarini, ko'chatlarni yetishtirgan. Yetishtirish mobaynida dastlabki yilda 100 ming dollar atrofida qishloq xo'jaligi mahsulot sifatida atirgul ko'chatlarini eksportini amalga oshirgan. Ushbu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 550 ming dollarlik atirgul ko'chatlarini eksport qildi. 100% bu yerda yetishtirilgan mahsulotlar barchasi eksportga chiqarildi. Hozir 19 gektar yerda almashlab ekish bo'lib, 2 yilda bir mahsulot yetishtiriladi. Hokimiyatimiz bizga biriktirilgan karantin inspeksiya, shu hamma o'zimizning davlat tashkilotlari bizga shu eksportga yordam beradigan tashkilotlar hammasi birgalikda yordamlashganligi bizga ancha qulaylik bo'ldi. Yagona darcha sistemasi deymizmi, shunday oldin oylab, haftalab kutiladigan jarayon shu 3 kun yoki uzog'i 5 kun ichida bitadiganga aylandi, o'tdi. Logistikani biz o'zimiz oilaviy tashkil qilganmiz.
logistika markazimiz endi hozircha o'z xonadonimizda qilingan bor. Katta bazalarimiz ham tashkil qilingan. Sohibkorlar endilikda atirgul yaproqlaridan dorivor sharbat, murabbo va boshqa shifobaxsh mahsulotlar olish tashabbuslariga ham qo'l urishmoqda. Yaqin kelajakda sohani katta bir klasterga aylantirish rejasi olingan. Atirguldan salqin ichimlik mahsulotini dastlab tayyorlab ko'rishdi. Endi birinchi etapda korxona faoliyatini 2025-yilda o'zini mini zavodini qurib, salqin atirgul sharbatini ishlab chiqarish mini zavodini qurish rejalashtirilgan. Bu yerdagi gullarimizda bitta yutuq farqimiz bizni quyoshimiz ko'pligida. Yevropada bu jarayonda bu gulga yetib kelish uchun 3 yillik ko'chatga aylantirishadi ular. Biz 1 yil oldinda yuramiz. Bu bizni katta yutug'imiz deb o'ylayman. Ular bilan bizni farqimizda shundaki, ularda ko'chatlar qandaydir yaxshi pishmaydi, quyosh yetishmaydi. Sepilgan urug'larni ham 1 yilda ulab ulg'ita olmaydi. Keyingi yilga saqlab olib ko'chirishib, boshqa o'tkazib, keyin payvand qilishadi. Bizda quyoshimiz uzunligi, yozimizda ko'pligi hisobiga biz uni payvandlab, bemalol haligi hamma jarayonga ulguymiz. Bu gul go'zallikda, baribir go'zallikda har qancha kirgaysangiz o'zi zerikmaysiz. Juda ham yaxshi ko'raman to'g'risi atirgullarni. Boshqa gullardan afzalligi buni o'ta joni qattiqligida. Transportirovka deysizmi, eksport jarayonida jo'natishga, boshqaga qulayligi ham juda mukammal. Nimaga desangiz, bu 6 oygacha qadoqlangan holatda jo'natgan joyingizga borib beriladi, yoshab beriladi. O'sha yerda turishga, saqlashga juda qulay. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi bozorlarni zabt etgan tadbirkorlar endilikda Yevropa bozorlariga kirishga ham tayyor. Chunki sohaga ilm bilan yondashuvning natijalari g'arblik hamkasblarning qulog'igacha yetgan. Bundan bu yog'iga Yevropa bozorlarini ta'minlovchilar quyoshli o'lka ishbilarmonlari bilan raqobat qilishlariga to'g'ri keladi. Maqsad million dona gul sotish. Chunki hozircha 800 mingga chiqdik. Ozgina qoldi, yarim qadam. Va xolasa o'ylaymizki, albatta yetishamiz. Biz maqsadimiz sari to'xtamay, charchamaymiz.